Diqqat qiling, O'zbekistonda yosh qizlarni zo'rlagan pedofil ushlandi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizga ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ohangaronda mahkum qochib ketgani ortidan hibsxona xodimlariga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida manzil koloniyada jazoni o'tayotgan mahkum qochib ketgani ortidan hibsxona xodimlariga jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Bu haqida Ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar berdi. 16 oktyabr kuni 31 yoshli mahkum maktabdan qaytayotgan 3-sinf qizini zo'rlagani haqida xabarlar tarqalgandi. Erkak 14 yoshga to'lmagan qizning nomusiga tegish jinoyati uchun 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lgan. Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'lim boshlig'i mahkum qamoqqa olinganini, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi 14 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy ehtiyojini zo'rlik ishlatib g'aroyibiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi axborotiga ko'ra, jinoyat ishi nomusga tegish moddasi 118-modda bilan ham qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hibsxona xodimlariga ham jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamentining markaziy tergov hibsxonasi tartibot bo'limi safdori Sh.O. va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 214-moddasi davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jabrlangan qiz birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirildi. Agentlikka ko'ra, voyaga yetmagan jabrlanuvchi qizning huquqlari, psixologik va ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida Inson ijtimoiy xizmatlar markazining mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tuzildi. Holat bo'yicha keys ochilgan. Jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirilgan. Ayni paytda psixolog tomonidan dastlabki suhbat o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.